Bu esa biz issiqxonamizni tashqi ko'rinishi. Bu videomiz issiqxona to'g'risida bo'lmaydi. Bu videomiz chesnoklarimiz to'g'risida bo'ladi. Chesnoklarimizda yer juda ham suyib, juda ham go'zal, вообще chiroyli holatda bo'ldi. Qisqacha sizlarga ekkan chesnoklarimizni tanishtirib o'taman. Chesnoklarimiz bu yerda bego'miz boqqandim, chuvalchang boqqanligim uchunmi yeri juda ham kuchli, zo'r holatda bo'lib ketgan. Mana chesnoklarimizni ko'rishimiz mumkin. Faqat shu tomon emas, bu tomonlar ham xuddi soldatdek terilib, tanalari ham rang-rang bo'lib ketgan. Xuddi makka poyaga o'xshab ketadi. Juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Mana hamma tomoni shunaqa. Bo'ylari ham, turishi ham hammasi juda ham go'zal holatda bo'ldi. Endi buni xudo xolasa endi metazapravkalar ishlab qolibdi, sekin bozorga olib boramiz. Endi bozorga borib ertamatanda sotib kelamiz. Endi buni nech bilan sotamiz deb o'ylayapman. Bu yil nisbatan chesnok juda ham ko'pligi sababli bozorlarda, do'konlarda mana shunaqa iriklari 4 dona, 5 donasi 5000 so'mdan sotilyapti. Endi mening mo'ljalimcha bu chesnogimizni men 3,5 ming, 4 mingdan sotalsam kerak deb o'ylab turibman. Endi xudo xolasa buni bozorga olib borsak hal bo'ladi. Tanalari ham qarang, barmog'imdan irik bo'yapti. Yer shunaqa suyib berdi buni. O'ta go'zal bo'ldi. Mana bu tomonlari ham xuddi shunaqa irik, faqat shu yerda o'zi emas. Mana ko'rib turganingizdek. Bet yerimiz 5 sotik bo'layotgan bo'lsa, 2,5 sotikda sona bo'lsa, 2 sotikida, mana bu yerga ekilmagan bo'lsa, 2 sotikga chesnok ekilgan. Endi bu yerda necha ming qancha bog' chiqargan endi buni bilmadim. Bir 7 millioncha bo'lib qolar degan. 7 million, 5 millioncha bo'lib qolar deb o'ylab turibman. Endi xudo xolasa buni bog'lasak bo'ladi. Xudo xolasa buni bozorga olib chiqamiz. Chesnok bu ham qo'shimcha daromad. Baribir chuvalchang boqqanda foydasi zo'r bo'ldi. Yer juda ham suyib berdi buni. Mana bu yong'og'imiz bor. Yong'og'imizni hayda chuvalchangimiz boqamiz. Mana go'ng tayyorlayapmiz keyingi yiliga. Bu yilga xudo xolasa. Mana shunday holatda. Xudo xolasa bozordagi olib chiqarimdan ko'rsataman. Xudo xolasa nech bilan sotganimizni. Chesnoklarimiz haqiqatan juda ham suyib, yer suyib yordi. Вообще dahshat bo'ldi. Religini qarang, hammasi bir xil. Bizni kanalimizni kuzatib boring, obuna bo'ling, like bo'ling. Xudo xolasa bunisi boshlanishi hammasini sekin-asta ko'rsatib boramiz.